Короче, qo'li qaltiroq mobilograflar bu videolar uchun davriylar keldi. Jamshid, senga ham tegishli, yaxshiroq eshit. Bugundan keyin oshiqcha rasxod qilib stabilizator olib yurishinglar shart emas. Chunki Samsung stabilizatsiyasi eng kuchli S26 Ultra'ni chiqarib qo'ydi. Ko'rdinglarmi? Bu telefondagi video stabilizatsiya shunaqangi darajada kuchliki, hattoki videoda 360 gradus aylantirsanglar ham sifat umuman buzilmaydi. Ey mobilograf do'stim, yoshligingda bo'ydorlik qilib, qo'lingni qaltiratib olgan bo'lsang, bitta 26 Ultra bor, stabilizatsiyasi qo'lingga ham berib yuboradi. Chotki bo'lib qoladi. Bu hali hammasi emas. Samsung display tomonlama eng kuchli kompaniya ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu ishda smartfonlar tarixida hali hech qaysi kompaniya qilmagandi. Avvallari tonirovочный stiklo istab sarson bo'lardingiz. Endilikda tonirovkali stikloga ham ish qolmadi. Chunki S26 Ultra'ni tonirovочный rejimini yoqib oladigan bo'lsangiz, hech narsa oldingizdagi odamlarga ko'rinmaydi. Shunda birinchisini ikkinchisi bilib olmaydi, ikkinchisini birinchisi bilib olmaydi. Gap nima haqida ketganligini tushundingiz-a? Men ham ikkita bosib o'rtammikin, nima deysizlar shunga? O'zi bitta ham yo'q senda, ikkinchisiga bog' bormi? Buni shunday ishlashibdiki, hattoki bank ilovalaridan sizga SMS keladigan bo'lsa, avtomatik ravishda tonirovочный rejim yonadi ekan. Yo'q, AI sun'iy intellektini ko'rdinglarmi? Umuman gap bo'lish mumkin emas. Oldingiga qaraganda ancha katta o'zgarish bo'libdi. Rasmlarda sun'iy intellektda yasalganini o'zingizlar ham bilmay qolasizlar. Ko'rdinglarmi? Boshqa kompaniyalar nima yangilik qilsam ekan deb 185 Hz displey, 10.000 mAh batareyka va ba'zilari telefonga cooler qo'yib chiqar ekan paytda Samsung hali ham 5.000 mAh batareyka, eski displey va ko'rinishi ham daji o'zgarmagan. Shu holatda 2-3 ta o'zgarish bilan bozorga kirib, odamlarni o'ziga tortib oldi. Jamshid, nima qilasan? 26 Ultra bosib o'rasanmi? Wow, yomon qiziqdim. Kreditga 48 millionga olgan 17 Pro Max'ni sotib 26 Ultra olamanmi endi? Voy chort!